juma bilan tabriklasangiz ham javobgarlikka tortilib qolishingiz mumkin. Chunki siz yuborgan materialda taqiqlangan diniy material mavjud bo'lsa, albatta javobgarlikka tortilasiz. Siz yuborgan diniy materiallar taqiqlangan bo'lsa, demak, birinchi marotabasiga Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184.2-moddasiga asosan 20 minimalkadan 100 minimalkagacha, ya'ni hozirgi kunda 37 million 500 ming so'mgacha jarima to'laysiz hamda o'sha saqlab kelgan diniy materialingiz mavjud bo'lgan telefoningiz, kompyuteringiz va boshqa qurilmalaringiz davlat foydasiga musodara bo'lib ketadi. Xuddi shunday xatti-harakatni 1 yil ichida takroran 2 yoki ko'p marotaba sodir etadigan bo'lsangiz, demak, ushbu holatda sizga nisbatan Jinoyat kodeksi 244.3-moddasiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, 100 minimalkadan 200 minimalkagacha, ya'ni hozirgi kunda 75 million so'mgacha jarima to'laysiz hamda ushbu holatda ham siz saqlab kelgan diniy material, demak, telefoningizda bo'lsa, kompyuteringiz bo'lsa, hammasi davlat foydasiga musodara bo'lib ketadi. Unutmang, talab qilinmagan huquqlaringiz albatta sizdan o'ch oladi. Rahmat.